Qadrdon og'am. iyul 2003-yilda men xizmatda bo'lganimda Shimoliy Iroqdagi Sulaymanda regionning xavfsizligini ta'minlash uchun mening 10 ta soldatlarim bilan Amerika qo'shinlari paydo bo'ldi. Biz ular bilan ovqatlanib jang qilar edik. Qarorgohimizga hujum qilishdi. Bizga qurol ishlatishdi. Janob, biz jangga kirishmaslik qarorini oldik. Menga ber. Janob, bu men. Biz 11 kishimiz xolos. Bizni pulemyotimiz tomda. Ularni yo'q qilish uchun kuchimiz yetadi. 1000 ta amerikalik soldatlar va 60 tali aholi. Ular hech nima istashmayapti. Yigitlar bilan joy ichyapmiz. Ular bizga qurol ishlatishyapti. Axir ular bizga qarshi chiqishmayapti. Ular turk millatiga qarshi chiqishyapti. Mening 10 ta soldatlarim bilan sizning o'lish buyrug'ingizni kutyapman, ser. Ser, sizning jangga kirish buyrug'ingizni kutyapman. Aslmedia.net taqdim etadi. Qurollaringizni tushiring. Janob. O'g'lim, qurolingni tushir. Bu buyruq. Nima xohlasangiz bu yerdan olib ketinglar. Bu tamaki, biz bu yerda chekayotgandik. Nima bo'ldi? Mayor, bu yer xavfsiz emas, tashqariga chiqamiz. Sizlar binoni tintish uchun ruxsat so'radinglar. Biz chiqmaymiz. Agar xohlasanglar o'ldiringlar. Xato qilmang, biz o'ldirmaymiz. Men odamlarim bu yerni tintishadi va sizga bir nechta savollarim bor. Siz so'roqni nazarda tutyapsizmi? Taniyapsizlarmi? Shuning uchun so'roq deyapman. Shu yerdaligingizda menga aytinglar, qayerda portlovchi modda bor? Biz soldatlar, asirlar emasmiz. Sizning odamlaringiz forma kiyishmaydi. Shuning uchun biz sizni soldatlar yoki terroristlar deb so'roqdan keyin bilib olamiz. Sizlar ham forma kiymaysizlar. Sizlarda kiyim va belbog' yo'q, sizning vakolatingiz yo'q. Siz hatto askar emassiz. Men askar bo'lganman bir paytlar. Ularni hibsga oling. Bunaqa qilishga haqqingiz yo'q. Bizni askarlar oldida sharmanda qilmang. Mayor, bu askarlar juda mag'rur ekan. Judayam. Ularni yuzi ko'rinmasligiga ishonch hosil qiling, xo'p, ser.
Turkiya shtab-kvartirasi egallab olindi. Kim buni qildi? Amerikaliklar. Qimirla! Qimirla, tezroq! Qadrdon og'am, Iroqda o'zimizdan har kuni so'rar edik. Bu yerda biz nima qilyapmiz? Va biz sezdikki, kimni mol-u davlati bo'lsa bu regionda biz har tun har xil yo'llar bilan aholini bosib oldik. Bizning avloddan tashqari bu kunda biz munosib avlod ekanligimizni isbotlay olmadik. Biz shunchaki adolat uchun kurashishimiz mumkin edi, terroristlarga qarshi bizning davlat uchun, lekin bizning sharafimiz uchun emas. Aynan shuni men so'rayman. Ironcha shunday emasmi? Sening og'ang Sulayman. Mening vatanimga salom. Bo'rilar vodiysi, Iroq. Qayerdamiz Abdulla? Deyarli o'sha joyda. Qayer bu? Qizilgilamni ko'rmayapman. Yaqinda qizilgilamni ham, sariqni ham va yashilgilamni ham ko'rasan. Svetofor mati. Soqol olish bu erkaklar ishimi? Va soqol kiyish ayollarga xosdir. Soqolning qalinligi muhim emas. Taroq cho'tkasi uni ipakka aylantiradi. Avval soqolni yumshatish kerak. Yumshoqroq, mayinroq. Bu yoqqa kel, Ali. Nima qilyapsan? Dada, o'yin qayerda? Bor. To'g'rida nazorat punkti. U yerda politsiyalar yoki soldatlar? Politsiyalar shaharda, askarlar tog'da, o'sha. O'zingni kuyovingni uchratmaguningcha uni kiyasan. Dada. Leyla qizim. Hatto oilani kattasi bo'lganingda ham uni yechma. Pasportlar. Aslmedia.net siz uchun maxsus. Siz ham. Qog'ozlar joyida, hammasi yaxshi. Sizdan so'radimmi?
Ha. Nazorat uchun mashinadan chiqing. Boss, u mashinadan tushishimizni so'rayapti. Unga pul berib yo'lni davom ettiramizmi? Biz yaxshisi chiqamiz. Bironlar sayr aka. Mashinani ichini ham ko'ringlar. Menga bu og'alar yoqdi. Sizlarga muammolar kerakmi? Mayli, o'zini ishini qilsin Abdulla. Ismingiz nima? Pasportga qarang. Men sizdan so'rayapman. Po'lat Alendar. Erbilada nima qilyapsiz? Savdo uchun. Qanaqa savdo? Odam savdosi. Menga aytishdiki bu yerda arzonroq. Yerga, ularni tekshiring, yerga. Tezda yot, yot. Abdulla. Tezda yot. Agar buni qilmoqchi bo'lsang, haqqoniy qil. Men yerga yotmayman. Yotasan. Qani ketdi? Endi bu seniki. Juda chiroyli. Bu mening avlodimdan juda ham qimmat narsa. Salohiddin davrlaridan mening avlodim erkaklari o'zining ayollariga mana shu xanjarni berishar edi, o'zlarining sharafini himoyasi uchun. O'g'limning ishonchi o'zim bilan. O'g'limning ishonchi o'zim bilan. Bu haqiqiymi? Albatta, bunga 1000 yil bo'ldi. Kechadan beri erkaklar ayollarga rostakam sovg'a berishyapti. Bo'ldi, bas. Hasad qilmanglar, sizlar hali turmush qurmadinglar. Endi menda rostakam sovg'a bor. U senga boshqa hech nima sovg'a qilmadimi? Ushbu film aslmedia.net sayti tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilindi. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Kuyovimning ishlari qalay? Sizning kelganingiz juda sharaf. Kel, kiraver Abu Tariq. Men aytganman, mening o'g'lim sizning o'g'lingiz. Uni kuyov deb chaqiravering. Men bugun kelinchak tomonidaman. Mening o'g'lim albatta, lekin Layla mening sevimli qizim. Shu paytgacha hech kimni uchratmadim. Ular tez orada shu yerdan o'tishni boshlashadi, hali ko'rasiz.
Janob, biz Grand Harringtondan ro'yxatlarni oldik. Mashina allaqachon mehmonxona oldida. Qani ketdi? Endi ular terrorist. Qani ketdi? Ketdi. Kechirasiz. Lekin siz politsiya bo'limiga borishingiz kerak. Ular siz bilan suhbatlashmoqchi. Eshitaman. Biz bilan politsiya bo'limiga borasiz. Qanaqa politsiya bo'limi? Muammo orttirmang, janob. Qanaqangidir g'alati joyga siz meni taklif qilyapsiz. Iroq Kurdistoni. Biz sizni tanimaymiz. Keling bu yerga boshliqni chaqiramiz. Bino urilgan. Siz biz bilan ketasiz. Menejerni keltiring. Hoziroq. Yoki bizning hech birimiz binoni tark etmaydi yoki muammo bormi? Bu yerda kim boshliq? Bu to'y marosimi? Bezovta qilganim uchun kechirasiz, janob Fender. Marhamat, o'tiring. Tinglang, Mr. Alendar. Men nimada muammoligini bilmayman. Lekin mening mehmonxonam ularning qarorgohi emas. Afsuski bu xuddi o'sha yer. Iltimos, o'tiring va mana bu odamlarni nariroqqa jo'nating. Sizning mijozlaringiz xavotirga tushmoqda. Yo'q emas. Bu yoqqa. Maylimi, texnik savol bersam? Nechta tashuvchi kolonna bu mehmonxonada? Uzr so'rayman. Hozir tushuntiraman. Sizning mehmonxonangizda 6 ta ustun koloniyalar mavjud. Sizning mehmonxonangizda 6 ta ustun koloniyasi mavjud. Birinchisi portlatganimda bizni silkitadi. Uchinchisini portlatganda to'rtinchisini bino shunchaki yo'q bo'ladi. Lekin men C-torni o'rnatib bo'ldim. Boshqa ikkita kolonga. Rasmiylik uchun bilasiz. Mendan nima xohlaysiz? Avvalo men hech kimga ozor berishni xohlamayman. Iltimos tinchgina otelni evakuatsiya qiling. Bu uchun kim javobgar bo'lsa biz bilan yuradi. Men javob beraman. Janob marshal, mening do'stim. Bu yerdan hech nima topolmaysizlar. Agar kim bilandir gaplashmoqchi bo'lsangiz, men u odamni o'zim bilan olib kelaman. Lekin unashtirish marosimidan keyin ular biz bilan ketadi hozir. Ularni hammasini tintuv qiling. Men bularni hammasini ko'rishni istayman. Uni menga ber. Bo'l, qimirla, bo'la qol. Tez.
Iltimos, kerak emas. Nima xohlaysizlar? Ketdik. Ali! Said! Ushbu film aslmedia.net sayti tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilindi. What's going on? Why are they evacuating the hotel? What happened? I heard there's still some people in there. Mehmonxona evakuatsiya qilindi. Biz qanday kelishib ola olamiz? Siz qutulishni istaysizmi? Yoki muzokara olib borishga harakat qilyapsizmi? Nima istaysiz? Sam William Marshall. Men uni shu yerda ko'rishni xohlayman. Mr. Marshall bilan mehmonxonaga bog'liq hech nima emas. Axir siz unga to'lamaysizmi? Axir u emasmi Amerikaning armiyasini bo'lsa? Kechirasiz? Unga telefon qiling. Iltimos. Allo? Kutib turing. Fender, eshitaman. Bizda bu yerda bitta holat, Sam. Siz mehmonxonaga kelishingiz kerak. Men bora olmayman, men kechaga ketyapman. Sam. Bu jiddiy. Hello, Sam. Who's this? I'm the one who's going to blow up the Grand Haraldson. If you do not grace us with your presence. Men desert buyurtma bera olamanmi? Amerikaning piroglari zo'r deb eshitganman. Shunday emasmi? Balki kinefu yaxshiroqdir. Olmali pirog siz aytganingizdek, shef. Makdaka sotib olsam bo'ladimi? Sapyorlarni chaqir va mehmonxonadagi holatni tushuntir. Men kim portlatuvchiligini bilishni istayman. Va Kurki liderga telefon qil va ayt. Biz bugun qila olmasligimizni. Bir soniyaga to'xta. Biz juda ham zo'r ish qildik. Yana bir necha soat yurish kerak. Ular ichkarida bo'g'ilib qolishadi. Qaqsan. To'xta.
Mashinani to'xtat. Sen nima balo qilyapsan? Men ularga nafas olish uchun yordam beraman. Ular endi bo'g'ilib qolishmaydi. Bu odamlar terrorist bo'lishi mumkin, lekin biz askar ekanligimizni esdan chiqarma. Eshit. Men bilan bunaqa ohangda hech qachon gaplashma. Tushundingmi? Men sen haqingda yetkazaman. Bu sharmandalik. Men kimga hisob berishingga tupurdim. Yo'qol bu yerdan. Sen hech qayerga ketmaysan. Men seni hibsga olaman. Hurmatli mehmonlar, bu haqda sizga xabar berganimdan afsusdaman. Mr. Marshall ba'zi bir sabablarga ko'ra tashrif bera olmaydi. Ha. U hali yana qiynalsin. Agar kerak bo'lsa unga morfin bering. Xo'p bo'ladi. Ha, ana yaxshi. Qanday odam bunaqa qila olishi mumkin? Pavistantlar, sir. Menga aldashni bas qil va rostini ayt. Men senga qancha aytishim kerak? Bu odamlar hayvon emas. Men hayvonlarni ko'proq hurmat qilaman. Agar
Sen meni patsientlarimni o'ldirishni to'xtatmasen, men organlarni to'g'ri sug'ura olmayman. Yana bir marta shunday qilsang, seni o'ldiraman. Men seni o'ldiraman. Ey Xudo. Jarohatlanganlarni lazaretga olib boringlar. Hoziroq. Ozgina menga ham iltimos. U tez orada shu yerda bo'ladi. Men o'zimga to'g'riman. Lekin siz qilayotgan narsa to'g'rimi? Abdulla, Mr. Fender aytayaptiki, sen noto'g'ri qilyapsan. Sen kimsan? Meni ismim Po'lat Arindar. Sen turkmisan? Ha. Sen bu bilan nimaga erishyapsan? Mr. Fender, biz sizni ushlab qoldik. Ketishingiz mumkin. Rahmat. Siz tushunyapsizmi? Qanaqa muammolar sizni kutmoqda? Siz tushunyapsizmi, qanaqa muammoga aralashdingiz? Nima xohlaysiz? Xohlasangiz mehmonxonani portlating, sizlar mendan hech nima ola olmaysiz. Bizga sizdan hech nima kerak emas. Lekin sizlarda menga beradigan bitta narsa bor. Men bu qopni boshingizga kiydiraman. Odamlaringiz ham kiydirishadi. Keyin hammangiz mehmonxonani ular bilan tark etasizlar. Jurnalistlar sizni rasmga olishadi. Axir siz buni qila olasiz-ku. Va javoban keyin men bu yerdan ketaman. Bu qoplar sizlarni askarlaringizga kiydirilgan. Kallaga kiydir. Bo'la qol. Qani bo'l. Agar siz murdalardan qo'rqmasangiz, men eshit turk. Men bu regionda 15 yildan beri yashayman. Men turklarni juda ham yaxshi bilaman. Ular mag'rur odamlar. Sizlarda qoidalaringiz joyida. Sizlarni Iroqdagi holatingiz ijobiy. Agar biz nimadir bo'lishini istamasak, unaqa bo'lmaydi. Men bu bilan nima demoqchiman? Sizlar qoidani buzyapsizlar. Hammasini tushunyapsizlar. Sizga nima ahamiyatsiz, lekin bu ikkita bema'ni qoplar. Sizga chinakamiga ranjigan narsangizni aytib beraman. США sizlarga 5 yildan beri to'laydi. Sizga hatto trusinglar uchun rezinka jo'natamiz. Nimaga sizlar hech nima ishlab chiqarmaysizlar? Sizlar pul xohlaysizlar. Biz esa bir-birimizni aldab, sizlarga pul jo'natamiz.
Sizlar qurol xohlaysiz, biz jo'natamiz. Jang qilmoqchimisizlar? Ammo askarlarni yuborishdan oldin muzokaralarni boshlang. Esinglardan chiqib qoldimi bizga qanday yalinganingiz? Sizni kommunistlardan qutqarishimizni. Sizlar bizga boshqa kerak emassizlar. Men politik emasman. Diplomat ham va askar ham. O'zingiz sezganingizdek turkman. Men qasos olaman. Qasos. Turklarga qop kiydirganlardan. Endi uningni o'chir va kiy. Yaxshi. Portlat ko'ramiz. Seni qo'lingdan nima kelar ekan? Bo'la qol. Bo'l portlat. Sen to'xta. Shart emas, eshit. Hammada zaif joyi bor. Sen menga qopirg'itganing bilan ranjitding, bu yoqimsiz edi. Men sening zaif tomoningni bilaman. Ularni olib kel. Sen maraz insonsan. Yo'q, men bolalarni yaxshi ko'raman. Nima uchun bilishni istaysizmi? Nimagaki ular hech nimadan qo'rqishmaydi. Ular hatto o'limdan ham qo'rqishmaydi. Xuddi mendek. Hamma gunohkorlar kabi. Bilasanmi, menga qiziq, meni qanaqaligim dunyo agarda biz bolalarni o'ldirganda ular qanday ulg'ayishardi? Nima deb o'ylaysan? Qanchadan qancha bolalarni o'ldirding, ularning 30 tasini olib kelaymi? Voy, sen aytmoqchisanki, ularni o'ldira olmaysan. Men mana aytaman. Men o'ldira olaman. Mendan foydalanishlariga yo'l qo'ymayman. Agar nimadir uqmoqchi bo'lsang, bo'la qol, farqi yo'q. Sen bilan men oramizda. Men farqni aytaman. Sen hech qachon o'lim uchun 11 ta askar olib kelmaysan. Davlating qanaqa qilib sinayotganini nazorat qilmaysan. Men esa 11 mingta odamni xayriya qilaman kerak bo'lsa. Sen o'zing bolalarni o'ldirish uchun kuching yetmasligidan qo'rqasan va men bularning barchasi ularning hissiyotlari tufayli o'ldirardim. Men bu dunyoda po'pisa qilganlarni o'ldiraman. Sendan farqimiz, men bu yerda bekordan bekorga emasman. Xudoning tinchlik o'rnatish vazifasi borligi uchun shu yerdaman. Dunyoni quruvchilari esa Xudoning bolalari. Menda sendagidek bolalar yo'q. Agar tugmani bosishni istasang, bos. Men hozir ketaman. Biz hali yana ko'rishamiz. Ey Xudo. Bolalar yaxshimisizlar? Rahmat, janob. Xo'sh, bu yerdan nima bo'ldi? Ushbu Bolalarni film birinchi bu yerdan chiqarish kerak. sayt tomonidan Bu o'zbek vaqt tiliga oladi. tarjima qilindi. Bolalar uyga borishni istaysizmi? Rahmat sizga, janob. Men o'ylaymanki, ular qolishni xohlaydi. Menga yaxshilik qil. Ushbu stolni olib tashlang. Boss, u nima dedi? U Allohning bolasi ekanligini aytdi, Memati. Itvachcha.
Sizlar ajoyibsizlar. Bu ajoyib edi. Hamma saflansin. Bo'la qolinglar. 1 daqiqada hamma yalang'och bo'lsin. Hammangiz kiyimlaringizni yeching. Hamma yalang'och bo'lishi kerak. Hoziroq. Do'zaxga xush kelibsizlar. Sizlar bu yerda abadiyga qolib ketasizlar, la'nati bolalar. Bu yerda faqat azob chekasizlar. Azobni yengillashtirishni xohlaysizmi? Kechirasizlar terroristlar. Sizlar o'ylashinglar kerak edi terrorist bo'lishdan oldin. قلبكم الجهنم مالكم مطار هنا راح تخترقون يا ولد القحبة للأبد. احنا ما عندكم شي غير الألم. تريدون ألمكم تخيف؟ مع الأسف يا إرهابيون. Yo, xudo ular bilan hech nima bo'lmasin. Tezroq kelishlariga ruxsat ber. Ey xudo, ishqilib Abdulla boshqa stulga o'tirib olmasin. Allohim, bu yerda meni yolg'iz qoldirma. Portlash bo'lmadi, boss. Bo'ldi. Abdulla menimcha hech nimada adashmadi. Men tirik qolishni xohlayman. Men faqatgina Allohning buyrug'i muhim, sen emas. Kimga ishonish kerak bo'lsa, faqat Allohga ishon. Sen yashayotganingda senga nima bo'lishi ma'lum emas. Bizning yagona qiladigan ishimiz qolganlar uchun duo qilish. Hamma duolaringizni Alloh qabul qiladi. Layla. Alloh u yerda nima bo'lganiga guvohlik berdi. Afsusdaman meni ham o'ldirishmagani uchun. Bardam bo'l. Bardam bo'l qizim. Sen kannibal. Bu yerda nima qilyapsan? Yer o'pyapsanmi? Men hali ham sen uchun ibodat qilishim kerak. To'g'riga shoshil. Meni qayerga olib boryapsizlar? Olg'a, bo'la qol. Allohdan qo'rqmang. Sizlarga qo'rqinchli emas. Bu marazlarni o'ldir. Ularga kiyinish nimaligini ko'rsat. Alloh akbar. Alloh akbar.
Meni erim Allohning yo'lida o'ldi. Agar bir tomchi ko'z yosh oqsam, Allohning irodasiga qo'yib qo'ydim. Ular nimaga Alini o'ldirishdi? Nimaga uni? Men va'da beraman, ular orasidan o'taman. Bu qotillarni portlatish uchun atrofimga bomba o'rnataman. Shunda ular hayotlarini bahosini biladi. Leylani hayotini, qolgan hammani hayotini bilishadi. Ha, bilishadi. Dada, menga ularni o'ldirgan ruxsat eting, siz bilan birga. Leyla, qanday qilib sen bunday xunrezlikka borasan? Siz haqiqatan ham Alloh tanlagan kishi buni xohlaydi deb o'ylaysanmi? Yoki islomni hurmat qiladigan kishi xor qilishni o'rgatdimi? Lekin yana nima qila olaman? Leyla xudkush. Terroristga aylanasanmi? 2 marotaba Allohning qaroriga qarshi chiqsang, bu anglatadiki seni umidingni yo'qotding va o'z joniga qasd qilding. Va keyin begunoh odamlar jarohat olish xavfini bilishadi. Sen bilasanmi qanchalar o'lishadi? Qachon o'z joniga qasd qiluvchiga aylansang, sen do'zaxiysan. Buni bilish qiyin. Odamni o'ldirganing butun odam zotini. Shuni bilib ol. كأنك قتلت البشرية جمعاء. Musulmonlarni boshiga qop kiydirib, ularni xudkush yo'nalishda zo'rlagan terroristlar va ularni Hasan Sabbohning yovuzligini qayta yaratadigan xudkushlar sifatida jalb qilinadigan odamlar bu dunyoning oxir va gunohkorligining belgisidir. Sening iztirobingni tushunaman. O'z joningga qasd qilish istagingni ko'rganimdan afsusdaman. Bu butun dunyoni bular musulmon terrorchilari deb o'ylashga majbur qiladi hech qachon. Unutma, Alloh yordam beruvchidir. Mening qizim bizning vaqtinchalik yordamchiligimiz va zaifliklarimizni Qur'onda payg'ambarlar bashorat qilgan yo'llarga olib keladi. وبسبب التفرقة التي نحن عليها O'z joniga qasd qilishning har bir harakati bilan ojizlik kuchayadi. Shuning uchun bizni dushmanlar bunday harakatlarning soni ko'proq bo'lishini istaydi. Balkim ular o'zlari ushbu harakatlarni uyushtirishadi. Sizlarning yagona tirik qolish umidlaringni Allohning yo'ldan urish. Biz Allohga ibodat qilishimiz kerak va o'shanda ozodlik kutamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kiringlar, ko'rganimdan xursandman. Hasan og'a, bular meni do'stlarim. Po'lat Mavimati, bu esa Abdulla. Tanishganimdan xursandman. U turk maxsus xizmatida ishlagan va mamlakat tashqarisida ko'plab topshiriqlarga ega edilar. Uning oxirgi missiyasida politsiyani operatsiya qildi. Turkiyaning mafiyasiga kirishib ketish uchun. U yakka harakatlarda edi. Birovning hisobigami? Bu uning jamoasi spetsnazlar. Ular hukumat topshirig'iga binoanmi? Yo'q, albatta u emas. Albatta bu rasmiy u emas. Senga nima bo'ldi? Ular tog'larni Klarniga berib yuborishdi. Cho'lni arablarga va neftni o'zlariga qoldirdi. Endi bizga borgani yo'l yo'q. Undan men kutmagandim.
bağımsız olarak yan yana bile getirmiyor. Biz hamma muzokaralarni nazorat ostida o'tkazganmiz. Yaqin orada muzokara rejalanyaptimi? Ha. Qayerda? Bozorda. Sen aqlingni yo'qotdingmi? Men odamlar hayotini qutqaraman. Sen faqat boylarni qutqarasan. Bu haqda hukumatga xabar berishimga majbur qilma. Sen bilasan, men buni qila olaman, lekin biz hech qachon unutmasligimiz kerak bu yerda nima uchunligimizni. Men bu yerda har kuni bo'laman. Har kuni o'zimni jonimni saqlayman, seni joningni saqlash uchun. Bu yoqda arablar bilan turklar urushyapti. Sen bu yoqda pochkam deb voy-voylayapsan. Sen hazillashyapsanmi? Qanday qilib bu qadar xudbin bo'lishing mumkin? Balki menga bosim o'tkazishni to'xtatarsan. Meni tinch qo'y. Bilasanmi, men qanday sotqinlik qilaman, tasavvur qilyapsanmi? Menga bunaqa bo'lmag'ur gaplarni gapirma. Men shunchaki sening odamlaringdan so'rayapman. Menga ular kerak. Menga farqi yo'q qancha o'ldirasan. Menga qancha ularni o'ldirganing yoki nega o'ldirganing muhim emas. Seni odamlaringdan asrlarga o'tmaslikni so'rayman. Bu odamlarning meni oldimga olib kelguncha menga tirik qolganlar kerak. Xo'p, yaxshi, men buni qilaman. Biz chiqamiz kech yoki erta. Sizlar hali boshlamadinglarmi? Sizlarsiz qanday qilib boshlashimiz mumkin? Men juda mamnunman. Siz mehmonxonaning portlatuvchilarini topdingizmi? Baxtga qarshi yo'q, ser. Biz uni istayapmiz. Sizlar tushunmayapsizlar shekilli. Mening birgina maqsadim Iroqning xalqini birlashtirish, keyin esa hukumat o'rnatish va bu yerda tinch yashay olishingizga ishonch hosil qilish uchun. Ammo siz turklar bilan hamkorlikdasiz. Sizlar arablar bilan, arablar esa sizlar bilan dushman. Buyuk hukumat yaratmaguningizgacha tinchlik bu yerda bo'lmaydi. Men shunchaki maqsadni tushuntirmoqchiman, azizlar. Muzdek apelsinlik sok maylimi? Lekin bizni teng ko'rmayapsiz. Saddamni yaratganimiz uchun aybdormiz. Sizlar uchun xoynahoy terroristmiz. Nega to'yda odamlarni terrorist deysizlar? Chunki ular osmonga qarata o'q uzgani uchunmi? Yo'q, haqiqiy sabab shundaki, sizlardan terroristlar chiqadi.
Yaxshi, sizlar menga muammolaringlar haqida aytinglar. Men yechim topishga harakat qilaman. Eshiting. Biz qishloqlarni evakuatsiya qilgani ulgurdik. Siz amalga oshirayotgan operatsiya tufayli butun oila bilan har doim bir joydan bir joyga ko'chishga to'g'ri kelyapti. Faqat biznikilar emas, arablarning qishlog'idan ham evakuatsiya qilingan edi. Abu Tariq Bey, bu rostmi? Baxtga qarshi ha. Bunga yagona sabab bu neft. Biz neft konlarini tark etishga majburmiz. Misoldagi kabi qirqu neft bu davlatning boyligi. Nahotki biz hech nimaga huquqimiz yo'q? Albatta bor, lekin avvalo biz tinchlik o'rnatishimiz kerak. Keyin bu bilan shug'ullanamiz. Siz neftni o'zaro bo'lishishingizni kutmayapsiz. Sizlarda ijobiy qaror yo'q. Qandaysan? Hammasi yaxshimi? Endi aniq talablarga o'tamiz. Qani? Men sizni eshitaman. Afsuski, ko'p arablar go'yoki politsiya tomonidan hibsga olingan terroristlik tashkilotlari bilan aloqada. O'ta ko'p oilalar o'zlarini yaqinlarini yo'qotdi bu qamoqxonalarda. Men buni shaxsan o'zim hal qilaman. Bizning iltimosimiz juda tushunarli va oson. Ba'zi majburan evakuatsiya qilingan oilalardan uyga sog'-omon qaytishni istaymiz. Kurdlar ham ozchilik sifatida bizga yaxshi munosabatda bo'lishlari kerak. Yaxshi, men qochqinlarga g'amxo'rlik qilaman. Agar ularning hozirgi yashash joyida muammo bo'lsa, ularni qaytarib olish uchun qo'limdan kelgancha barcha ishni qilaman. Biz uchun ko'proq moliyaviy yordam kerak. Xavfsizlikka va ko'proq ma'lumotli odamlar. Regionning rivojlanishi uchun. To'g'risini aytganda, 20 yildan beri bitta ham agent yo'q edi. Bu so'zlarni kurd tilidan tarjima qiladigan. Hoy, Abu Ali, qayoqqa ketyapsan? Alining oldiga. Men sendan Alloh uchun bunaqa qilmasligingni xohlayman, Leyla. Meni qoldir. Iltimos, Alloh uchun to'xtat. Aslmedia.net siz uchun maxsus. Kattakon rahmat sizlarga, jentelmenlar. Go'sht juda ham ajoyib edi. Men siz bilan xoli gaplasha olamanmi? Men ham aslida siz bilan gaplashmoqchi edim. Ushbu film aslmedia.net sayti tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilindi.
Xudoga shukr. Chiqamiz. Yana ozgina qoldi. Agar shunday bo'lsa, men sizga morfin bera olaman. Ular qanday jur'at qildilar? Haqiqiy yuraksizlik. Qanday hayot bilan yashaydi ular, tasavvur qil. Bu yerda odamlar jannatga tushish uchun o'lishadi va o'lganlar dunyosida baxtga erishmoqchi. Yo'q, men tushunmayapman. Ular qanday jannatga tushishni orzu qilishadi va ular xristian diniga ishonishmaydi. Men jannatga kirmayman, sen esa kirasan, shunday emasmi? Sen aytmoqchi bo'lgan narsa shumi? Kristus bu dunyoga kelganda va hayotini berganda, biz uni yerida shohlik yaratish uchun tanlangan edik. Menda qarshilik yo'q. Ammo mening xalqim faqat ular Rabbiy bilan bog'liq. Shuning uchun ular saralangan hisoblanadi. Men o'ylaymanki, nima deysan? Morfi. Janob, Polatning odamlaridan biri otishmani boshladi. Bu uni tansoqchisi edi. Unda menga turklarni boshlig'ini olib kel. Xo'p, sir. Kimdir keldimi? Yo'q, boss. Alidan yangiliklar bormi? Xudoga shukr, endi u yaxshi, kasalxonada nazorat qilishdi. U kim edi? Biz bilmaymiz, boss. Unda bor, bilib kel. Marhamat. To'xtang. Ularni kutib turing. Men gapirganda bir dona so'xam aytma. Bo'ptimi? Hasan. Aynan o'zim bilan gaplashmoqchi edingmi? Nima haqida?
Menga aytmoqchi eding. Sam bomba bir necha soniyalardan so'ng portlaydi yoki bu men yollagan Sam. Turk. Bomba portlagandan keyin senga o't ochadi. Xo'sh. Qayerda edinglar? Bo'z yo'lda tirbandlikda. Bu yerni tark etishimiz kerak. Bu yer xavfsiz emas. Alicha, sizlar yana bizni o'zinglardan past ko'rgan holda muomala qilyapsiz. Biz hammamiz o'sha yerda edik. Hammamiz xavf ostida edik. Hasan, men sendan yana bir bor so'rayman. Qani u? Po'lat Alemdar qani? Po'lat Alemdar? Po'lat Alemdar qayerda? Zudlik bilan uyni o'rab oling. Ular qochmoqda, shoshiling. Qayerga borish kerak, boss? Hozir ko'ramiz, Abdulla. Chemodaningni tayyorla. Boss, bu uylarda axir odamlar yashaydi. Men axir ularning uylarini portlatmayman. Shef, qarang, Nur. Hamma bu yerga. Ular yaqinlashmoqda, shoshiling. Abdulla, ular nima deyishyapti? Engashing. Biz ularni izini yo'qotdik, janob. Har bitta uyni tekshirib chiqing. Sizlar ham. Bu yerda turinglar. Shef. U bizni tuzoqqa tortmoqchimi? Agar shunaqa bo'lsa, unda jang qilamiz.
Eng so'nggi filmlar birinchi bizda, aslmedia.net saytida. Olg'a, qimirla, tezroq. Bizdan nima xohlaysiz? Beva ayolning uyiga kirishga uyalmaysizmi? Sizga yordam bera olamanmi? Uyda nimanidir payqamadingizmi? Bu yerda men bilan buvimdan tashqari hech kim yo'q. Seni ering qani? Jannatda. Arab erkaklarini o'ldirayotganlarni bilasizmi? Yo'q. Nima? Ayollarini. Uyda hech kim yo'q. Ketdi. Ular hammasi ketdi, chiqinglar. Isming nima? Bu muhimmi? Men qarzdor bo'lib qolgan insonimdan ismini so'rayapman. Uni qaytarganingdan keyin bilib olasan. Sen bizni qutqarding. Uyingdan bizga joy berding va mehmondo'stlik ko'rsatding. Lekin biz ketishimiz kerak. Amerikaliklar har qayerda. Ozroq kutishingiz kerak. Agar amerikaliklarni ketishini kutsak, unda qarib ketguncha bu yerda qolamiz. Bizga ko'chadan xabar kerak. O'shanda harakatni boshlaymiz. Qanaqa ma'lumot kerak? Men xabar olishimga ruxsat eting. Yo'q, sen eplolmaysan. Abdulla eplay oladi. Lekin ular tanib qolishi mumkin. Mana go'sht. Agar sen Erxan bilan ketsang, qayerga xohlasang o'sha yerga bora olasan. Hukmdorim, ba'zan senga qarshilik qilaman. Shunda angladimki, sizning oldingizda mening vazifalarim hali to'liq bajarilmagan. Vasvasaga qarshi turadigan kishi baxtlidir va u saralangandir, hayot bilan toj kiyib oladi. Shon sharafli ruhlari uchun behuda bizga tinchlik va chinakam hayot ber.
Robbimiz nomi bilan u qurbonliklar. Robbimiz nomi bilan va dunyoda tinchlik uchun. Men o'zimning burchlarimni his qilish uchun va'da beraman. Men hamma kuchimni beraman. Bu dunyo meni sen uchun, harakatlarim orqali senga bo'lgan sadoqatimni isbotlashga yaralgan. Va Viliondagi mojaroni hal qilishga qobiliyat ber. Muqaddas kitobda va'da berganim kabi. Keyin kelajak avlod o'sha yutuqlarni qadrlashi uchun, Allohning qasrini bilish uchun hamma meni o'z ibodatlarida eslashadi. Sen undan so'rading, qayerga harakatlanyapsan? Bu Vavilion. Va sen hech qachon mendan so'ramaysanmi? Va'da beraman. Shu yerdagi halok bo'lishga tayyorman. Mana shu yerda. Mening qonim to o'sha va'da bo'lgan kun kelmaguncha oqadi. Yerga to sen qaytishinggacha. Sizning shu yerdaligingizda bir surpriz haqida yetkazmoqchiman. Aslida gapirmoqchi emas edim. Mr. Marshall dunyoga nima qilganini hech qachon unutmaymiz. Iroqliklar biz Bag'dodga xabar berdikmi? Janob Marshallga yordam bering. Bizning prezident ushbu murojaat javobsiz qolmadi. Janob Marshall, siz meni Sam deb chaqirishingiz mumkin. Yaxshi Sam. Sizdan allaqachon bu yerga poyezdda olib boriladigan Saddam saroyida bo'lgan pianinoni qabul qilishingizni so'rayman. Bu Iroqning minnatdorchiligi uchun. Rahmat sizga kattakon, rahmat. Men uchun bu katta sharaf. Nima bu? Ey Xudo, buni qarang. Rahmat sizga. Eshit, turklar bilan hal qildik, navbat arablarga. U bilan bizni rasmga ol. Alloh, biz sening chaqiruvingni eshitdik va unga amal qilamiz. Alloh nima bo'lsa ham g'alaba qozonadi. Kimki qarshi chiqsa ham sen baribir g'alaba qozonasan va bizni yagona ramzlarimizni boshqaradigan bo'lasan. Alloh, payg'ambarimiz Muhammadni mag'lubiyatga uchratganda ham Allohning sinovlariga duch keldi. Sen hech qachon shafqatsiz bo'lmagansan. Biz sabr ila senga ishonamiz. Biz o'zimizni qiynovlarga soldik. Lekin hamma qatori yo'lga tushmadik. Bizning istaklarimiz bizni oxiriga yetkazdi. Biz bir-birimizga shafqatsizlik qilganimiz uchun endi bizning dushmanimiz bizni yuta boshladi. Alloh, agressordan himoya qil. Bizning gunohkor tutishimizni kechir. Bu jangda yomonlarni yutish uchun madad ber. Biz hech qachon Qur'onning hikmatiga quloq solmadik va payg'ambarning sunnati, shuning uchun Sishani bizga dushman qilib yubording. Endi bizga madad va kuch ber. Qotillardan qutulish uchun va bizga sabr itoat ber, hammasiga chidash uchun. Kelayotgan barcha baxtsizliklarga bizga islom dinini olib kelgan barcha payg'ambarlarimizni nomi bilan uning uylarimizni tark etishiga yo'l qo'yma va bizni ruhimizni quvvatla. Bizga
Kurashishdan boshqa iloji yo'q. Hammaga bizda mehmon borligini ayt. Biz bu yerda o'tirishimiz kerak. Bu yer xavfsiz emas. Seni sezib qolishlari mumkin. Men bu yerni deb qolib ketdim. U odamlarga zulm qiladi va men hech narsa qila olmayman. Sam hech qanday yangilik qilmayapti. Va bu zulmga sen hech qanaqa aloqa qilmaysan. Uni o'lishini hech kim mendek istamaydi. Kim bo'lgandan bizda sabrdan boshqa yo'limiz yo'q. Sen qanday sabr qilishni o'rganding? Hayot menga azobga chachishni o'rgatdi. Va bu menga va o'rgatgan sheyxga. Sheyx? Abdurahmon Xalis Kerkuki. U meni shu yerga olib keldi. Seni ota-onangchi? Men hech qachon otamni ko'rmaganman. Va mening oyim vafot etganda men juda yosh edim oyimni eslab qolish uchun. U menga yordam bergani kabi olib keldi. Hamma uysiz va yetimlarga. Leyla, bu dunyoda hammadan ham ko'p nimani xohlaysan? Menda
Bittagina orzu bor. Men shunchaki ko'zimni yumib oxirgi nafasimni shu yerga berishni istardim va o'sha payt yulduzlarga boqishni. Hozirchi? Hozir men faqat uning berahm yuragiga xanjar suqishni istayman. Faqat o'shanda men tushunib yetaman. Unda yurak bormi yoki yo'qmi? Va o'shanda tinch o'lim topaman. Agar orzuyingni amalga oshishiga yo'l qo'ymasam, menga jahl qilasanmi? Shef, biz qanday qilib harakatlanayotgan poyezdga chiqamiz? Tezligimizni oshiramiz va sakraymiz. Pianino qo'riqchisi yo'qmi? Bor va unda ularni o'ldiramiz. Qurolning ovozichi? Unda uni otmaymiz, poyezddan itarib yuboramiz. Yo'q, biz qilolmaymiz, unda ular sezib qolishadi. Umid qilaman, u yerda hech kim bo'lmaydi. Bu Allohning qarori. U yaqinlashyapti. Aslmedia.net O'zbekistondagi eng birinchi kinoportal. Mehmonlarimizga qaraymiz. Mayli, ularning ko'pchiligi seni qo'rqitmas. Va ular so'rasin, shikoyat qilsin, bu meni ham seni ham uying emas, lekin uysizlarga tegishli. Tushunarli, sheyx. Eslab qolinglar. Sabr bu kurash. Sabr bu kurash. Meni bu sheyx jonimga tegdi. Turklar unga tortyapti, arablar unga yugurishadi va kurdlar uning eng yaxshi do'stlari kabi jin ursin. Kim bu sheyx? U payg'ambar avlodidan. Hamma uni hurmat qiladi. Menga farqi yo'q kim avlodi. Agar u bu yerda nima qurganini buzishga urinsa, unda terroristlar boshlig'i. Iltimos, unaqa gapirmang, sir. Agar Abdurahmon Xalisa Kerkuki bu yerda bo'lmaganda, kim bevalar va invalidlarga qarar edi? Kim nochorlar bilan ishsizlarga yordam berardi? Unda kim kelsa ham terrorist bo'la olasdi. Agar u shu darajada yaxshi bo'lsa, unda u Iroqning prezidenti bo'lsin. Men senga 4 yildan beri aytaman, u odam xavfli, lekin sen har doim uni himoya qilasan. Aytchi, kim tarafdasan? Menmi yoki umi? Menga hech kim to'lamaydi. Odamlarni tayyorla hoziroq. Sheyx qo'lga olinishi kerak. Xo'p bo'ladi, sir. Men bu yerda qatnashmayman, sir. Kechirasiz, eshitmadim. Sekinroq gapir. Mening otam, mening bobom, hatto ota-bobomiz biz hammamiz bitta qishloqda o'sganmiz. Tushunyapsizmi? U bizni Saddamning terroristlardan qutqardi. Men hatto unga
qarshi qo'l ko'tara olmayman. U bizni falaj qiladi. Falaj? Nima, u sehrgarmi? Yo'q, u janob, siz u haqida hech nima bilmaysiz. Men yetarlicha bilib bo'ldim. Menimcha uchrashuv yakunlandi. Ushbu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. Biz xohlaymizki, hamma amerikaliklar bilan Iroqda nima bo'layotganini ko'rishingizni. Britaniyaliklar va yahudiylar, ularning hammasi Iroqdan chiqsin. Biz hammamiz birlashishimiz kerak. Ey Xudoy, yordam ber, men o'lishni xohlamayman. Iltimos, Xudoyim. Bu yerda nima qilyapsizlar? Kimdan o'rnak oldingiz? Kimdan? O'zingizni agressorlarga ishlaydigan masxarabozday tutyapsizlar. Avlodlarimiz hech qachon bunday qilmagan. Bunga sizlarni kim o'rgatdi? Bu qotil odam, uni bo'ynida ayb bor. U jurnalist, u aybdor. Nima? Unda sen xudomisan? Agar kim aybdor emasligini hal qilsang. U shafqatsiz va yolg'onchi bo'lishi mumkin. Hatto uni kallasidan judo qilsangiz ham, u aytishi mumkin ediki, musulmonlar bir-birini o'ldirishadi. Juda katta maftuniyat bilan rasmga olish mumkin edi. Ammo bunday shafqatsizlikni qanday ma'qullashingiz mumkin? Xuddi shu tarzda harakat qila. Qanday? O'rningdan tur. Tur. Ol. Kallasidan judo et uni. Judo qil. Yuraging nima desa shuni qil. Bo'la qol. Men shunchaki jurnalistman. Tushunyapsizmi? Rahmat. Rahmat sizlarga. Mening suyukligim va nihoyat. Sen bu bilan faxrlanishing kerak. Jin ursa maraz.
Bu nimasi? Shovqin, iltimos o'chirib qo'ying. Menga shovqin kerak emas. Rahmat. Men mashq qilishga harakat qilaman. Bırakın top oynamayı. Bugün en mutlu gün. Bayram, bayram. Buni ko'rishingiz kerak. U qotilning uyi portladi. Mening bo'laklarga ajradi. Xudoga shukr. Abdulla u nima degandi? Sem o'lgan dedi. Bu rostmi, shef? Sen bu yerni tark etishing kerak. Men hech qayerga ketmayman. U bo'lak menga nima qilishi mumkin? Nima, uning ruhi bezovta qiladimi? Leyla. Eng qiyin vaqtlar hali oldinda. Buning o'rniga boshqasi kelib buni bilib oladi. Sen bizga yordam bersang. Qanday eplaydi? Leyla, kimdir sizni va Erxonni birga ko'rgan bo'lishi mumkin. Sizlar hali ham shu yerdamisizlar? Bo'ldi, endi tayyorlaning. Turkiylar sizlardan faxrlanadi va xursandlar. Sen unda nima deyotganingni ham tushunmayapsan-ku hatto. Sheyxni oldida xavfsiz bo'lamiz deyapsizlarmi? Nimaga edi? Ketdim, qo'shnilarga aytaman. O'shanda ular bizga ko'proq ovqat berishadi. Ona, to'xtang. Abdulla. Biz oldin ko'rishimiz kerak, u rostdan o'lganmi? Kiyimlaringni alishtir va shaharga bor va bizga transport top. Rutsiya bilan faxrlanasanmi? Endi faxrlanasanmi? Erxon, mashinani tushirish. Tushundim. Boss. Sen dam olishing mumkin. Sening sheyxing ertalabki ibodatga kelib turadimi? Albatta. Yaxshi. Men ketdim, yuvunaman. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayoqqa? Shahardan. Mashalloh. Sizlar qayerliksizlar? Men turkiyalikman. Turkiya? Mashalloh. Xo'ja nima deyapti? U aytayaptiki, Alloh qudratli Abdulla. Va aytayaptiki, bizni Istanbulga ajoyib yo'l kutmoqda.
Mening ayolim vafot etdi va kun sari qariy boshladim. Keling. Sizni yosh turib kuylantiramiz. Bizning shayx unamaydi. Ismingiz nima? Reko Husayn. Yagona Parvardigor biladi, kim yashaydi, kim o'ladi. Boss! Ehtiyot bo'linglar, cho'ldan mashina kelyapti. Media.net sayti tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilindi. Ular bu qishloqdan chiqishmaydi. Xo'p bo'ladi, janob. Yugurdi. Yaxshimisan? Biz yaxshimiz, shef. Qurolni menga ber. Shu nuqtaga qara. Kirishiga yo'l qo'yma. Hamma masjiddan chiqsin. Hamma diqqatiga. Tezroq, ey xudo. Uydan chiqinglar. O'ngga bural. Nima bu jin ursin? Erxan, boss. U hammani o'ldiryaptimi? U hali ham tirik. To'xta. Erxan, bor ularga yordam ber. Xo'p bo'ladi. Qo'lga tushdingmi? Aslmedia.net siz izlagan filmlar makoni. Hammasi joyidami, yaxshimisan? Xavotirli joyi yo'q. Hammasi shu kurtlar tufayli. Qanaqa kurtlar? Oddiy kurtlar. Men ham kurtman. Abdulla, sen boshqasan. Hammasi shundan boshlanadi. Sabr, sabr.
getting on my nerves. Chidab turish o'z navbatingizni kutishni anglatadi. Men o'ylaymanki, ular bizni o'rab olishgan. Men uni orqa tomondan yopaman, Abdulla. Abdulla! Ey Xudoyim. It kabi o'l. Leyla. aslmedia.net. Acıyor ama yara acımıyor abi. Abi bulmamız lazım.
You'll never win. Was